Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz, tuzumisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalom. O'zingiz qalaysiz? Rahmat. Rahmat. Aka, bir iltimos bilan keldim yoningizga. Qanaqa iltimos? Qo'limdan kelsa yordam beraman, qo'limdan kelmasa uzrli ukam. Shu desangiz, puldan qiynalib qoldim. Ko'p o'rtoqlarimdan so'radim, lekin yo'q. O'shaning uchun siz yoningizga keldim. O'rtoqlaringiz bermabdi, men beraman. Chiqing ko'chaga. Tirikchilik qiling. Arava torting. Odamlar mashkurlar. Pulim yo'q. Shuncha ish turganda yengil ish qidirishni boshlaydi. Uka, xafa bo'lmang-ku. Men hech kimga pul ham bermayman, hech kimdan pul ham olmayman. Odamzod noshukur. Ter peshonasi bilan arava tortganlar qiynalsa ham, lekin birovdan bir tiyin so'ramayapti. O'zini peshona terisi bilan topyapti. Esingizdan chiqarmang. Rizq Allohdan. Xorma o'rtoq, yaxshimisan? Charchamayapsan? Rahmat. Rahmat. Ota-ona, uydagilar hamma sog'-salomatmi? Rahmat do'stim. Nima bo'ldi? Nimaga xomushsan? So'rama. Tomog'dan ovqat ham o'tmayapti. Hech nima yoqmayapti. Nima bo'ldi o'zi o'rtoq? Gapirsang-chi. O'rtog'im, ota-onamni xafa qilib qo'ydim. Ota-ona nimaga xafa qilasan? Xafa qilib bo'ladimi ularni? Ular ulug'-ku. To'g'ri gaping. Kecha yaqinda adam telefon qilib, o'g'lim meni mehmondorchilikka olib borib kel dedilar. Men xotinning gapiga kirib olib bormadim. Ana, aka-ukalaringiz bor, singlingiz, palonchi-pistonchi bor, o'shalar olib borsin dedi. Uni onamlar ham eshitib turgan ekanlar. Shunga mendan xafa bo'ldi. Necha kundan beri telefon qilaman, telefonlarni ko'tarishmaydi ham. Tushunarli. Yomon ish qilibsan lekin. Endi nima qilay, o'rtoq? Bu yoqda xotin, bu yoqda ota-ona. Menga ham qiyin. To'g'ri xato qildim. Bilaman. Aybimni tan olaman. Yaxshi ish emas bu. Mana o'zing ko'rganingdek kayfiyatim yo'q. Bitta narsa aytaman. Labbi. Ota-onani duosini olmagan farzand hech qachon ko'karmaydi. Yo'lini topib, borib, huzuringni so'rab, qo'llaridan o'pib, quchoqlab qo'y. Xohlasang yur birga boraman. Qanday bo'larki? Zo'r bo'ladi. Rahmat o'rtoq. Boringga shukr. Ketdik. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nima gap?
Aka. Payti kelsa men ham ishim yurishmaganligidan ko'plarga qanaqadir qora niyatda emas, havas bilan qaraganman. Lekin men to'g'rimda odamlar bu ko'ra olmaydi. Bu ayyor bola deyishar. Lekin men aslida unaqa bola emasman. Men faqat yaxshilik qilishni xohlayman. Menga ustozim aytganlar. Yaxshi bo'lsang oshingni yeysan, yomon bo'lsang boshingni yeysan deb aytganlar. Juda ham to'g'ri bo'lyapti. Iloji boricha yaxshilik. Yaxshilik qilsang yaxshilik qoladi, yomonlik qilsang yomonlik qoladi. Aka, rahmat sizga. Yaxshi ham siz bor ekansiz. To'g'risi, siz menga oynasiz. O'rtoq, yaxshimisan? Tuzumsan? Ha, rahmat, o'zing yaxshimisan? Nima gap? Nega yana xomushsan? O'rtoq, bevafolardan charchadim. Kim senga bevafolik qildi? Shu desang, 5 yil gaplashib yurgan qizim. 5 yil bu ko'p vaqt emas-ku. 5 yil gaplashib yurdik, oila qurdik. Ana 3 oy o'tib ajrashib ketdik. Nima uchun ajrashib ketdik? Men to 5 yil yurganimda u menga "Men sizni yaxshi ko'raman. Umrimni oxirigacha siz bilan bo'laman" deb va'da beruvdi. Men ota-onamga qarshi chiqdim. U qizing yoqmaydi. Hech ko'zim yetmayapti deb gapirishgandi. Men ota-onamga qarshi chiqdim. To'y bo'ldi. Zo'r bo'ldi hammasi. Oxiri mana 3 oy o'tib ketib oldi. Sababi buni nima? Sababi pul, o'rtoq. Bitta qog'oz uchun meni tashab ketdi. Gapirma o'rtoq. Bir xilga qizlar bor-ku. Oila kerak emas. Faqat pul kerak. Endi nima qilsam bo'larki? Endi qachon boshi devorga taqit burilsa, o'shanda kallasi joyiga keladi, keyin keladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vaziyatim og'ir. Nima bo'ldi?
Nima bo'ldi? Go'r bo'ldi, balo bo'ldi. To'yimizga bir oy qolganda meni tashab ketdi. Sevgan qiz. Yaxshi emas. Конечно, yaxshi emas. To'g'ri. To'g'ri, gaping. Men uni deb to'yimiz uchun kredit oldim. Mana shu to'y chiroyli bo'lsin, yaxshi o'tsin deb harakat qildim. Lekin u meni bir tiyinga olmadi. Bir tiyinga? To'g'ri. Shu bois men senga kelib dardimni gapiryapman. Yana kimga ham gapiraman? Do'stimsan-ku? Do'stingman. Do'stim. O'zi hayot shunaqa yaralgan. Xafa bo'lma. To'g'ri. To'g'riligini bilar ekansan. Xafa bo'lma unda. To'g'ri gap. Shu bois men hammasini unutish uchun uzoq-uzoqlarga ketaman. Toki meni yuragimdan barchasi chiqib ketishi uchun. Bu yolg'onlar, bu teatr, axir men ham odamman-ku. Axir kimnidir farzandiman-ku. Meni eng yaqin do'stimsan. Qachon qarama unga gapirsang, "Voy, unaqa olib bering, bunaqa olib bering" deb gapirardi. Endi olib bersin. Yangi turmush o'rtog'i. To'g'ri do'stim, o'zingni kuydirma. Jon berma. Jononalar ko'p. Yaxshimisan? Rahmat. Do'stim, bitta savol bor edi. Bemalol. Boy, badavlat bo'lish uchun nima qilish kerak? Ishlash kerak. Pul topish kerak. Mehnat qilish kerak. deb turmasdan. Xo'sh. Keyinchi Kallani qotirish kerak. kechasi bilan uxlab chiqmasdan. Menga o'xshab doim chiroyli gaplashish kerak. Odamlar bilan muloqot qilish kerak. Qarochi zo'r bo'lish kerak. Shunaqa. Lekin to'g'risini aytaman, Gapir. senga boylik yarashmas ekan. Nima? Xafa bo'lma, lekin chunki kibr seni egallab olgan. To'g'risi? Axir men seni do'stingman-ku. Mendan boshqa senga gapirarmidi? Shunaqa. Boyliging kerak emas menga. Shunchaki so'radim sendan.
boy bo'lish uchun nima qilish kerak deb. Sen ham boy bo'lasan menga o'xshab. Kutsang, bo'ladi o'sha. Chiqora